Ingliz tilini mukammal tarzda o'rganishdan oldin men dunyodagi top universitetlarga grant yutish haqida, u narsa o'zbeklarga mumkin yoki buni iloji borligi haqida bilmasdim-da. 18 ming olam oshubi agar boshingdadir, ne ajab kim sarvinozim 18 yoshindadir. Bog'cha, keyin maktab, universitet, ish. Agar bittasi tushib qolsa, agar masalan maktabdan keyin sразу universitetga kirmasa, voy, mana bunaqa ekanda, o'qishga kirolmabdi, o'qishdan yiqilibdi, nimaga o'qimayapti. Tugatish arafamda men полностью gap year olishga qaror qilganman. Maktabda ham 6 medal bilan tugatganman. Nechtadir sanoqli o'quvchilardan bittasi bo'lib, 1-sinfdan masalan 11-sinfgacha bitta ham 4tim bo'lmagan. Faqat 5 baho. Faqat 5 baho bo'lgan. Nechtadir universitetga topshirganman, deyarli hammasidan rejection kelgan. Va oddiy oilaga u juda qiyinlik qiladi. Bu degani siz bir narsadan vaqtida kechib, o'sha farzandingizni ta'limiga tikishingiz kerak. Ruxshonaning bu yutug'i nafaqat uning shaxsiy muvaffaqiyati, balki o'zbek qizlarining jahonga aytar so'zidir.